Dodasi qiyma, piyoz, tuz. Dungani silliqni olsanglar achchiq bo'lmaydi. O'rtasidan yoramiz. Bismillah. Suluv navini olsanglar, sho'r suvga o'tishi ham hojat yo'q. Qiymamizdan olamiz, dunganimizga joylaymiz. Ichligi tayyor, endi xamir qoramiz. Ideal xamir uchun smetana, sariyog' yoki margarin, razriqli, oliy navli turon uni kerak bo'ladi. Men faqat turon unlarini ishlataman. Unni elakdan o'tkazamiz, razriqli tilni solamiz. Xona harorati yumshab turgan sariyog' margarinni solamiz, urib olamiz. Urpog'imiz mayin holatda bo'lishi kerak. Smetana, tuxum, xamir qoramiz. Xamirimiz tayyor, 10 daqiqa tindiramiz. Tingan xamirimizni yumaloq qilib yoyamiz. Qancha ko'p tindirsanglar, shuncha yaxshi. Lenta ko'rinishida kesib olamiz. Qiyma joylangan dunganimizga lenta ko'rinishidagi xamirimizni o'rab chiqamiz. Qum sarig'ini ayamasdan suramiz. Ustidan kunjut sepamiz. Pishirish uchun pechga yuboramiz. Chiroyli, mazali somsalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring va nodirangizni duo qilishni unutmang. Kelinchak kelin bo'lib borgan xonadonida erta sahar turolmasdan uxlab qolsa qo'rqib ketmasin degan gaplarimga qarshi fikrlar ham boshlanib. Bejizga bu gaplarni gapirmagandim, sababi o'zim uxlab qolganimda qo'rqib ketganman. Bu gapim bilan haftani 7 kunda kech tursin deganim yo'q aslida. Erta uyg'onish baraka kaliti ekanligini men ham yaxshi bilaman. Qachondir uxlab qolish ham mumkin-ku. Ha, nimamush, hali kelin kelmasdan qaynonalik haqida gapirish xatomish. Unda gaplarimni qaynona emas, 21 yillik kelinni gaplari deb qabul qiling. Alloh hammamizga har xil fahmu farosat bergan. Shuning uchun bir-birimizdan turlicha fikrlaymiz. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. 20 yil o'zga xonadonda ardoqlanib katta qilingan qiz farzandni uyimga olib kelib olib, o'zimni yo'limga yurg'izmoqchiman. U ham alohida bir shaxs, o'z yo'li, o'z yo'nalishi, o'z qarashlari bo'lsin. Baxtimizga kelinlarimiz fahmu farosatli bo'lib, bizni oilamizni ham o'z oilasidek qabul qilsin. Qani amin qaynanajonlar. Farzandlarimiz bilan qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Samarqandliklar-yu o'xshagan bo'lsa bitta like bosib ketinglar, sizlarni patrilani tayyorlab ko'rsatdim. Balki boshqa viloyatlarda ham tayyorlanar, aytib buyurmaysizlar. Men birinchi bo'lib Samarqandda yeb ko'rganman. Tuzli suvga oliy navli turon unni elakdan o'tkazib solib, qattiqroq xamir qoramiz. Xamirni biroz tindirib, 4 ta zuvalaga bo'lamiz. Yoyilishi oson bo'lishi uchun zuvalani yana tindirib olamiz. Har bir zuvalani ko'rsatilgandek qilib katta-katta qilib yoyib, xona haroratida yumshab turgan sariyog'ni ayamasdan surtamiz. Konvert shaklida taxlab, ko'rsatilgandek qilib oralariga yana sariyog'dan surib, aylana rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Yog' surilgan xamirni oson yoyilishi uchun yarim soatga xolodilnikka yuboramiz. Surilgan sariyog' qotganning hisobiga xamirlar osongina yoyiladi. Chak tushiramiz. 230 gradusda qizigan duxovkada qip-qizil qilib pishirib olamiz. Retsept tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti bittagina yurakchani bosib qo'yarsiz. Achchiqqina mazali yaponskiy salat retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib lahm mol go'shtini tuzsiz suvda qaynatib pishirib olishdan boshlaymiz. Bodring, qizil bolgarskiy hamda piyozni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Biroz suv olgan go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Koreyskiy tuz, kashnuch, maydalangan chesnok, soya quyib go'shtimizni aralashtirib olamiz. Bodringli massamizga tuzni sepamiz va soyada bo'lgan go'shtimizni massa ustidan solamiz. Achchiq paprika hamda qisigan o'simlik yog'ini quyamiz. Ko'kat solib aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Retsep yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilishni unutmang. Xamir qilmaysizlar, xamir yoymaysizlar. Unda qanaqa qilib desanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Toster nonni olamiz, ikkitasini birga qo'yib yoyamiz. Zich bo'lib bir-biriga yopishib oladi va ko'rsatilgandek qilib aylana shaklida kesib olamiz. Avval tuxumga, keyin esa talqonga belab olamiz. O'rtacha qizigan yog'da har ikkala tarafini tillarang bo'lgunicha qovurib olamiz. Har bitta aylanamiz shunaqa bexato ishib, chiroyli bo'lib, o'rtalari g'oviy bo'lib chiqadi. Nachinkasi uchun men asli barakani dudlangan mol go'shtidan foydalandim. To'g'rab olamiz. Tavoga o'simlik yog'i quyib, biroz qovurib, ustidan eriydigan sirni solib dimlab olamiz. Nonchamiz juda ham xurustyashi bo'ladi, o'rtasidan kesamiz. Salat bargi hamda go'shtli qaylamizdan to'ldirib solamiz. Ana, nonushta uchun yana bitta ideya tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum simalarim. Eng so'nggi moda trenddagi qarsildoq somsachalar retsepti bilan bo'lishaman. Ogohlantiraman, bu juda ham ishtahojar somsa bo'ladi. Tuzli suvga oddiy xamir qoramiz, xamirni mushlab 6 zuvalaga bo'lib olamiz. Xamir biroz tingunigacha margarinni xona haroratida eritib olamiz. Zuvalarimizni ko'rsatilgandek qilib yoyib, orasiga margarin surib taxlab chiqamiz. Xohlasanglar juva yordamida yoysanglar ham bo'ladi. Oxirgi xamirni joylagach sal kattaroq qilib ochib, ko'rsatilgandek qilib taxlaymiz. Paketga solib 40 daqiqaga sovitishga yuboramiz. Qiyma, piyoz, tuz, mo'sh zira
Nachinkamiz tayyor. Biroz qotgan xamirimizni osongina yoyib olamiz. Ko'rsatilgandek to'rtburchak ko'rinishda kesib, qiymamizni joylab olamiz. To'rtburchak xamirdan qanaqa qilib 3 burchak somsa to'kish mumkinligini videodan ko'rib bilvosanglar bo'ladi. Hamma narsani kichkinasi shirindek, asalligini qaranglar. Tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. O'quvchilarimga ham yoqqan somsa retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Hech qachon tayyorlab ko'rmagan taomlarimni tayyorlaganimda xonadonimizga kelin kelsa